Ha, bunaqa davlatda har qancha uylansang arziydi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun biz arab davlatlaridan biri Qatardamiz va bugungi suhbatimiz Qatar davlati haqida bo'ladi. Umuman olganda Dubaydan ajralib turadigan katta farqlari deyarli yo'q. Bu ham arab davlati, bir-biriga yaqin joylashgan, yil-kun yoz bo'ladi. Asosiy farqi uning boyligida. Geografik jihatdan solishtirish uchun bizni Samarqand bilan deyarli teng. Lekin shunaqa kichkina davlat bo'lishiga qaramasdan dunyo bo'ylab eng boy davlatlar qatorida 5 talikka kirib ulgurgan va dunyoda mashhur bo'lishiga sabab esa futbol muxlislari juda yaxshi bilishadi. FIFA 2022 da butun dunyoga mezbonlik qilgan. Hozirgi kunda butun dunyodan turistlar oqimi bu joyda yo'lga qo'yilgan. Yaxshigina daromad ko'radi, lekin asosiy daromadi neft, gaz eksportidan hisoblanadi. Umumiy aholi soni 3 millionni tashkil qiladi. Qiziq jihati buning 90% chet elliklar, ya'ni bu yerga kelib ishlaydigan aholi hisoblanadi va atigi 10% haqiqiy Qatar aholisi hisoblanadi. Qatar aholi jon boshiga nisbatan yalpi ichki mahsuloti eng yuqori davlat hisoblanadi. Shuning uchun ham aholisi qanchalik kichkina bo'lishiga qaramasdan dunyo bo'ylab eng boy davlatlardan biri. Bundan tashqari davlat o'zini fuqarolariga ajratadigan juda ham noodatiy subsidiyalari bor. Misol uchun uy-joy bilan ta'minlash, uy-joy sotib olish bu yerda deyarli muammo emas, chunki juda ham arzimagan foizli va juda ham ko'p yilga davlat o'zini fuqarolariga kredit ajratadi, uy-joy yoki qurilish joylari sotib olishlik uchun. Mamlakatda ta'lim olish va meditsina 100% davlat tomonidan subsidiyalangan, ya'ni fuqarolar kasal bo'lsa, umuman tibbiy xizmat ko'rsatish 100% bepul va bundan tashqari maktab yoki universitet umuman ta'lim sohasi to'liq davlat tomonidan subsidiyalangan. Nafaqat davlat ichida, balki Qatar fuqarolari chet elga kontrakt asosida o'qishga kiradigan bo'lsa, davlat tomonidan 100% kontrakt pullari to'lab beriladi. Va o'qish bitgandan so'ng esa Qatar fuqarolari uchun mamlakatda ish bilan ta'minlash 100% kafolatlangan. Bundan tashqari mamlakatda fuqarolar uchun ajratiladigan har xil yo'nalishdagi subsidiyalar mavjud. Misol uchun daromadi kam oilalarga davlat tomonidan yordam puli tayinlangan, lekin bundan deyarli hech kim foydalanmaydi. O'zi Qatarda daromadi kam degan so'zni ishlatish menimcha kulgili bo'ladi, chunki eng oddiy davlat ishlarida ham yaxshigina maosh beriladi. Davlat ichida ishlab nafaqaga chiqqanlar uchun nafaqa miqdori 16 000 Qatar riyali va agar staji 30 yildan ortiq bo'ladigan bo'lsa, qo'shimcha yana 6 000. Umuman 30 yil ishlab pensiyaga chiqqan Qatar fuqarolari 21 000 Qatar riyali pensiyasini oladi. Bu degani dollarda taxminan 5600 dollarga teng. Bundan tashqari yosh oilalar uchun ajratiladigan uy-joy subsidiyalari va agar Qatar fuqarolari oila quradigan bo'lsa, ya'ni uylanadigan bo'lsa, o'zlarini sistemalariga ko'ra 100 000 Qatar riyaligacha, u dollarda 27 000 dollar, biz tilda aytganda to'yona puli beriladi. Ha, bunaqa davlatda har qancha uylansang arziydi. Lekin shunga yarasha bu yerdagi oziq-ovqat deysizmi, kiyim-kechak deysizmi, transport, umuman olganda narx-navolar shunga yarasha osmonda. Qatarga kelish arzon, bu yerda yashash juda ham qimmat turadi. Shuning uchun agar sayohat uchun keladigan bo'lsangiz, o'zimizdan turib hamma to'lovlarini 100% to'lab oling. U yerga borgandan keyin olaveramiz deb keladigan bo'lsangiz, yaxshigina xarajatga tushasiz. Bundan tashqari Qatarda xavfsizlik darajasi juda ham yuqori yo'lga qo'yilgan, dunyo bo'ylab eng xavfsiz davlatlar qatoriga kiradi. Hattoki har bir kelgan turistga bu jinoyatchi bo'lishi mumkin degan nigoh bilan qarashadi. Mehmonxonaga kelganingizda ham qancha vaqtga kelgan bo'lishingizdan qat'iy nazar, agar siz 100% oplata qilib kelgan bo'lsangiz ham depozit so'rashadi. Ya'ni garov puli kirib ketayotganda check-in qilishdan oldin depozit to'laysiz. Kirib yashab chiqib ketayotganingizda ular xonani tekshiradi, hech narsa yo'qolmaganmi, biron narsamizni o'g'irlab qo'ymadimi, umuman budjetimizga zarar keltirmadimi deb tekshirishadi. Hammasi joyida bo'lsa, garov pulini qaytarib berishadi. Qatar mehmonxonalarida shunaqa odat bor. Kirishingizdan oldin albatta to'lovingizdan tashqari alohida mehmonxonani o'ziga depozit qo'yishingiz kerak, pul beriladi. Lekin buni ham yo'li bor. Bu yerda umuman chet elda insonlar bor boyligini kredit kartasida saqlaydi. Bizga o'xshab pul tushishi bilan yugurib borib bankomatga yechib olmaydi. Hamma narsasini shu kartasida saqlash odat, chunki u xavfsiz bo'lganligi uchun. Bu yerga kelganingizda ham depozit o'rnida kredit kartasi ham o'tadi. Agar mabodo nasib qilib Qatar mehmonxonalariga kelganingizda
sizdan depozit so'rashsa, ana uyda turgan quruq plastik kartangizni bersangiz, ishonib bular olaveradi. Ular o'ylaydiki, hamma narsasini shunda saqlaydi deb 100% ishonchli to'lov o'rnida o'tadi. Qaytishingizda yana indamasdan qolib ketaverasiz. Naqd pulingizni band qilib bularga berib qo'ygandan ko'ra, baribir quruq turibdi-ku, plastikingizni berib qo'ying. Bo'sh bo'lsa ham qabul qilishaveradi. Hozircha men bilgan farqlar shundan iborat. Yana nimadir bilsam, Buxoroylar bilan hali yana 5 kun birga yuramiz. Sizlar bilan albatta bilganlarimizni ulashamiz. Bizni kuzatib boring.